shuncha orzu qilib, pul to'plab, qiynalib bu joyga keladilar, u o'zi shu joyga ham yaxshi niyatda kelmaydilar. Odamlar meni hoji desin deb yoki boshqa maqsadda kelishadi. Mabodo shuni epladi ham deylik, borgandan keyin shu hajga borganini gapiraveradi odamlarga. Siz shunday qilingki, odamlar buni bilmay qolsin. Iloji bormi shuni? Albatta, harakat. Sizni hajga borganingizni, umraga borganingizni bilmay qolsin odamlar. Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhi bir shogirdlari bor ekan. Abdulloh ibn Muborak degan. Mana bu Toshkent Buxoro yo'lida Muborak degan shahar bor. Shu yo'lda Toshkent Buxoro yo'lida. Shundaymi, Gohiriyda? Muborak degan shahar bor. Shu shaharda bunaqa nomlanishining sababi Abdulloh ibn Muborakning shu joyda ramziy qabrlari bor. Ha, shunga Muborak deydilar. Xullas, bu odam ham g'olib bo'lgan, ham qori bo'lgan, ham g'ozi bo'lgan. Bir kishi aytadi: "Men Abdulloh ibn Muborak bilan g'azotda qatnashganman." Odatda ilgarigi paytlarda urushda bir saf tortadi. U yoqda ham saf tortadi-da, ikkita odam urushadi. Ha. Narigi tomondan dushman tomonidan bir odam chiqdi-da, bir kishini chaqirdi. Shunda bizdan bir odam chiqdi deydi. Bir odam chiqdi, buni yengdi. U yoqdan yana bir kishi keldi, buni ham yengdi. Yana bir kishi keldi, 8 kishini yengdi deydi. Hamma uvullab, dodlab, takbir aytib boshqa qildi. Keyin ish boshlanib ketdi-yu, men haligini mo'ljallab qo'yganman deydi. Shu kim ekan shu? Bir ko'ray shuni, bir ko'ray deb borib deydi, shunday og'ziga latta tortib yuzini bekitgan ekan. Shunday ochsam, Abdulloh ibn Muborak deydi. Abdulloh ibn Muborak buyuk mujtahid, muhaddis, avliyo odam. Yuzini ochganini bilaman, qattiq g'azab qilib tortdi-yu, yuzini yopdi-yu. Sen ham o'shalardanmisan? Meni yuzimni ochadiganlardanmisan sen ham? Ha? Birodarlar, bir amalni zo'rg'a Alloh uchun qilasiz. O'zingizga ham qiyin bu, Alloh uchun bir amalni qilish qiyin bo'ladi. Shunda bir haligi odam, falonchi mana hajga borib keldi, bir duo qilsin